shtartlariga ko'ra taqqoslash marosimi kechiktirildi. Lekin bugun hammamiz shuni xulosa shuning uchun taqqoslash marosimini o'tkazamiz. Afsuski hamma gamabdi. Ya'ni garchi o'rnagan bo'lsa ham gamaganlar bor oralarimizda. Lekin kelganlar uchun rahmat. Alloh hozir bugun sizlarga sovg'a beramiz. Sovg'amiz katta sovg'a emas, lekin sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Asosiy eng katta sovg'a sizlar uchun menimcha o'rgangan bilimingiz. Ya'ni shuncha o'rganish kerak, biror narsa o'rganganda. Bu narsa qo'shimcha motivatsiya berish uchun sizlarga, ya'ni o'zingizni danglaringiz yonida o'zingizni ko'rsatishingiz uchun kerak bo'lgan narsa. Shuning uchun hozir boshlaymiz. Eng kichkina gruppamizdan boshlaymiz. Beginner gruppadan. Beginner gruppada 3-o'rin. 3-o'rinda Marjona bilan Dilgiza. Marjona va Dilgiza bormi bu yerda? Qolarkan aka baringlar Dilgizanikini. Okay. Gel Dilgizamisan? Marjonamisan? Tabak chalamiz guys. Bizlarni eng kichkina, eng yosh bola qarab turasan mana. Bizlarni eng yosh naslimiz Qodarkandan tabriklayman Marjona o'qishda davom et. Ustozi Durtina Quvonchoy faxrlanib Quvonchoyni tabriklaymiz. Quvonchoyning YouTube klubi Marjona bilan birgalikda Marjona tabriklaymiz. Okay, keyingi ham keladi. 2-o'rinmi?